Assalomu alaykum millionlar o'yinining ashaddiy muxlislari. Markazga tomon yurdi, uzatmani amalga oshirib bermoqda. Zarba yo'llandi va gol! Hisob ochilyapti. Qoldik va bu Sadriddin Hasanov chiroyli gol muallifi 7-raqamimiz egasi hisobni Jarima maydonchasi tomon pas, xavfli vaziyat. Gol! Hisobni yanglashyapti. Nima? Robert qanday ishlang? Ha, Hasanov muvozanatni tiklayapti. Bir harakat qilish kerak, pasni berib qutulish kerak. Mana shu joydan zarba yo'llash kerak va gol! Gol! Ha, penalti emas, bizning golimiz. Hasanov penalti ishlagan edi boya. Endi ishlamayman, o'zim uraman. Kirdi. Yo'q, kirdi. Darvozalash. Gol! 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 Majbur, ort planni qarang, raqib kuzatishga majbur.